Iltimos, ayollarni g'iybatini qiladigan erkaklarni videosini jo'natmanglar. Efirlarini ham jo'natmanglar. Meni qanchalik g'iybat qilishsa, meni shunchalik gunohlarimni olishadi. Shularning orqasidan jannatlarga kirib ketsam, inshaalloh. Shuning uchun men hech qaysiga e'tibor berishga harakat qilyapman, bermaslikka harakat qilyapman. E'tibor bermayman ham, oxirigacha e'tibor bermayman. Toki o'lgunimcha e'tibor bermayman ularga. Shuning uchun agar meni kuzatayotgan insonlar bo'lsa, sizlar ham e'tibor bermasliklaringizni so'rayman. Sizlar qanchalik e'tibor bersanglar, ular shunchalik ko'p prosmotr yig'adi, ko'p odam yig'adi, ko'p obunachi yig'adi. Shuni xohlashyapti ular. Chunki meni kuzatayotgan odam juda ham ko'p. Bilmayman, yaxshi ko'rib kuzatishadimi, yomon ko'rib kuzatishadimi, lekin kuzatayotgan odamlar juda ham ko'p. Shuni bilgani uchun boshqalar ham meni xohlasa ermak qilyapti, xohlasa boshqa narsa qilyapti. Shtobi meni kuzatayotgan odamlarni o'ziga jalb qilish uchun. Shuning uchun agar meni yaxshi ko'rib kuzatayotgan bo'lsanglar, menga ularning videosini jo'natmanglar, menga baribir. Umuman e'tibor bermayman ularga. Qanchalik ko'p g'iybat qilishsin, qanchalik ko'p masxara qilishsin, gunohlarimni shunchalik olishsin.